Toshkent shahrini qoq markazida joylashgan Energy U Tower'dagilar qanaqa eshik qo'yadi? Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana 25-qavatga ham chiqib oldik. Endi Avangard kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan eshiklarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Premium klass xonadonimizga mijozimizdan talab va istaklariga binoan neoklassik uslubida eshiklar qilib berganmiz. Rangini ham trenddagi bo'lgan kapuchino rangiga bo'yab berganmiz. Mijozimizdan talab va istaklariga binoan eshikning ruchkasini ham noodatiy sistem o'rnatganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Spalnidagi sanuzilli eshigidan ham unumli foydalanilgan. Ham eshik, ham ko'zgu vazifasini bajaradi. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ham shunaqa sifatli va yubileyniy xizmatlar kerak bo'lsa, Avangard kompaniyasiga murojaat qilinglar.